Amerika Tashqi ishlar ministrligi 15 may dunyoning o'tgan bir yil ichidagi diniy erkinlik vaziyatini baholab chiqib, 2022-yillik xalqaro diniy erkinlik dokladini e'lon qilgan. Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinken doklad e'lon qilish munosabati bilan so'zlagan nutqida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va buni hujjatlashtirishda aktiv rol o'ynagan tashkilot va shaxslarni alohida ta'kidlab o'tgan. Antony Blinken mundaq degan: Dunyoning har qaysi joylarida fuqarolar tashkilotlari o'ziga keladigan xavfga qaramay bu xil harakatlarga qarshi turyapti. Masalan, Uyg'urlar harakati tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq qurilishiga o'xshash ommaviy tashkilotlar Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'urlar musulmonlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni hujjatlashtirmoqda. Dokladda diniy so'rovlar va masjidlarning buzg'unchilikka uchrashi ta'kidlangan. Amerika hukumati 2021-yili Xitoyning Uyg'urlarni bostirishni irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan edi. Aprelda Yaponiya parlamentining a'zoligiga saylangan Uyg'ur qizi Arfiya yaqinda Axios Store'ning maxsus ziyoratini qabul qildi. Ziyorat jarayonida Arfiya Uyg'urlar o'z yurtida qirg'inchilikqa va bostirishlarga duch kelayotganda dunyoning boshqa joylarida ularning siyosiy, iqtisod va boshqa sohalarda o'zga tushliq quti qozonayotganligini alohida ta'kidladi. U bu qitimqi ziyorat jarayonida biz hozir qirg'inchilikning qurboni bo'layotimiz. Ammo bizning utuq qozonishga, shuningdek gullab yashnashga layoqatli bir xalq ekanligimizni o'z xizmatimiz orqali namoyon qilib bersak-mikin degan. Shuningdek gullab yashnashga layoqatli bir xalq ekanligimizni o'z xizmatim orqali namoyon qilib bersam-kin degan. Bidenning Xitoy siyosatini qurg'uvchisi, Washingtonning 2-nomerlik diplomati, hozirgi hokimiyat beshidagi muhim tashqi siyosat mutaxassisi Wendy Shermanning uzun o'tmay istifa berib, hukumatdagi 30 yillik hayotini oxirlashtirganligi bildirildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Amerika muavin tashqi ishlar ministri Wendy Shermanning pensiyaga chiqadiganligi bildirilgan. 73 yoshli Wendy Sherman Washingtonning hozirgi Xitoy siyosatini belgilashda bir qancha tarafdan Xitoyga jang e'lon qilish va texnik keng Osiyo Tinch okean strategiyasini loyihalashda eng muhim rol o'ynagan. Kanada Jamoat xavfsizligi ministri Marco Mendicino 14 may Kanada televiziya stansiyasi muxbiriga Kanadaning Xitoyning texmo ko'p saqchi punkti bo'lishi mumkinligini, bir necha oy ilgari Kanada saqchilari Montrealdagi 2 mahalla markazidagi kishilarning Kanadada o'ltiraqlashib qolgan Xitoylarga tahdid selish yoki parakandichilik selish qilmishiga duch kelish ahvoli bor yo'qligini tekshirganligini aytgan. Xitoyning sanoat ishlab chiqarishi 4-oyda tezlashib, 2022-yil 9-oydan buyongi eng yuqori saviyaga yetgan bo'lsa-mu, ammo mo'ljaldagidan tuvan bo'lgan. Bloombergning dokladiga qaraganda 4-oydagi sanoat ishlab chiqarishi bulturga o'xshash mazgildagiga selishtirganda 5.6% oshgan. Martda ishlab chiqarish 3.9% oshgan. Ammo iqtisodshunoslar 4-oyda ishlab chiqarishning 10.9% oshadiganligini mo'ljallagan. Aprelda Xitoyda ishsizlik nisbati umumiy jihatdan tuvalgan bo'lsa-mu, yoshlarning ishsizlik nisbati 90-yillardan buyongi eng yuqori saviyaga yetib, bultur 7-oydagi 19.9%lik rekorddan eshib ketgan. Egilishicha, Xitoy bayrog'i ostidagi baliqchilik paraxoti tunugun tushdan keyin Hind okeanida o'rilib tushgan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, paraxotdagi uyat Xitoy, uyat Indoneziyalik va 5 Filippinlik xodim g'oyib bo'lgan bo'lib, hozirgacha xabar yo'q ekan. Paraxotning izlariga texnik aniq emas bo'lib, izlash davomlashmoqda.